hozir bu videoni to'xtatib, qo'ng'iroq qilib, hol-ahvol so'rab, yaxshimisiz? Sizni sog'indim. Men duo qiling. Baxtimga sog' bo'ling. Ovozni eshitib tursam ham ko'nglim ko'tarilib ishlarga g'ayratli bo'lib ketaman. Ovozingizni eshitsin. Har kuni bir marta qo'ng'iroq qiling. Iloji bo'lsa bir necha marta qo'ng'iroq qiling. Bayramlarni hech birida qoldirmasdan boring. Dunyoni bir chekkalarida ishlab yurgan bo'lsangiz, mehnat qilib pul topaman deb, bugun telefon bor. Har xil videolarni ko'rib o'tirmasdan har kuni bir yarim soat gaplashing. Hozir arzimagan u nima u? Sizdan hech narsa ketmaydi yarim soat. Keyinga qoldirmang. Chunki bir kuni u telefonni olib qo'ng'iroq qilaman desangiz qila olmaysiz-da, iloji yo'q. Qarshi taraf telefonni ko'tarilmaydi, hech qachon ko'tarilmaydi. Va siz ham qachondir o'sha bir onangizga tegishli bir daftarni topib, siz uchun onangiz yoki nimalar qilganini haqiqatan anglab yetib, qaniydi, deb afsuslanasiz. Agar onangiz olamdan o'tib ketgan bo'lsalar, u kishini duo qiling. Yosin o'qing, Qur'on o'qing. Va endi oramizda onasiga yomon muomala qiladiganlar ham bor. Agar yomon muomala qilgan bo'lsangiz, e'tiborsiz qoldirib qo'ygan bo'lsangiz, pul yuboryapman, shu yetadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qo'ng'iroqlariga javob bermayotgan bo'lsangiz, boshqa. Hozirgi bir hikoyadan bir dars oling. Bir tavba qiling. Bugundan e'tiboran hammasini o'zgartiraman deb o'zingizga so'z bering va so'zingizda turing.